Xo'p, shapkamni oldim, uyni kalitini oldim, telefon oldim, bolta oldim. No, instrument tayyor. Shapkani boshga kiya olamiz, telefonni bu yoqqa, buni bu yoqqa bo'ldi, xo'p. Va uydan yaxshi niyat bilan chiqib ketamiz. Xo'p, tak. Uyni qulfladik, bo'l ochilmayapti. Tak. Hali quyosh oldinda va biz ulguramiz. Tak, men ishni bajarishga unda. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men har doimdek iyla bo'laman. Mana yangi kanalimga, yangi videomga xush kelibsizlar bolalar. Nуда men ko'rganimda bolalar daraxt chopishga ketyapman. Menga ish buyurgani mana bu daraxtni chopish mumkin emas, chunki bu qishloq oldiga ekilgan daraxt va men o'rmon ortiga borib daraxtni chopib kelishim kerak. Lopatkani oldim, lopatka bu yo'lda kerak bo'lib qolar, har xil mana shunaqa loylar uchrasi chiqish uchunda. Voy, men tiqilib qolaman. Nima ish bunday bolalar? Xo'p, men hozir endi uzoqroqqa borib, bu telefon kimgadir qo'ng'iroq qilib qolar va kerak bo'lib qoladi-da. Oyog'im. Hop, biz shu joyimizga kelib ham qolibmiz bolalar, sekin. Ana kelib qolamiz. Ana u daraxt ham o'sha yo'lga borib olsak bo'lgani bolalar. O'zingizlar nima gaplar bolalar? Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezroq 1000 obunachiga yetmoqchimiz. Takda. Endi bir chopishni boshlaymiz. Sigir tinchmisan? Sigirlar bilan gaplashib boshlaymiz bolalar. Xo'p, biz buni hech qanaqa do'stga aylantiramiz. Prosta yog'ochlar kerak ekan va menga mer yaxshigina 100 murod to'layman. Shuning uchun men ishlayapman. Aslida bu o'tin chirishlar edi. Sizlarga men o'tin chopishimni ko'rsatmoqchi emasdim, zerikib qolasizlar. Shuning uchun men daraxtni chopib bo'lib, keyin uyga borgandan keyin to'rog'ini merga berib pulni olgandan keyin sarguzashtlarga chiqamiz bolalar. Yaxshigina poxodga chiqamiz, pulni olib, unaqa narsalar olib kelib, keyin uni sarguzashga chiqib tabiat qo'ynida dam olib yotamiz. Shunga bir narsalar olib kelish, pishirish uchun unga pul kerak. Pulim kamroq edi, shuning uchun shuni ishlayapman. Nima? Bolalar, men bilan chopib bo'lib, videoga qaytaman. Qishloqqa borib qolganimda. Sizlar ungacha videoga like bosib qo'yinglar. Tak, yo, bunaqa daraxt chopmayman. Xo'p, buni chopaman. Bir stak bo'lsa uyga ketaman. Bo'l, charchab ketdim уже. Xo'p, bolalar, tak. Bir stakka ozgina qoldi. Ana bittagina daraxt. Bir stakka bittagina daraxt qoldi. Xo'p, bo'l tugal, tak bularni biz bunday ekib ketamiz. Yangi daraxtlar o'sib chiqsin. Yo'q, ancha ko'chat to'kilibdi-yu. Yo'q. Kakarasu. Sigirlar, nima gap? Sizlarga men bu yer tozalab beray-a. Bunday mazza qilib ichasizlar suvlarni. Bunday yaxshilik qilaylik, yaxshilik taydan yaxshilik qoladi. Hop. Endi men qishloqqa jo'nashim kerak. Yaxshi yuringlar. Hop. Ahmoq o'qimlar, sigirlar bilan gaplashyapmanmi? Hop. Oppa. Qishloqqa yo'l menimcha uzoq edi. Mayli, to'xtalamiz qishloqni. Yo'l yursak ham, mol yursak ham xo'sh bolalar, shunaqa gaplar. Короче, men daraxt chop bo'ldim, 1-2 soatdan beri mana shu yerda yuribman-da bolalar. Qishloqni ham topdim-da. Nima? Hoppa, men daraxtlarni to'sganmi? La. Mana chiqib qo'ydik, to'g'ri qo'ydik bo'ldi. La, Merakaga berish kerak buni. Keyin paka Meraka o'zi telefon qiladi. What the? Men uxlayapmanmi? Men uxlayapmanmi? Xo'sh. Tak. Men uxlayapman menimcha. Men uxlayapman-da. Men uxlamayapman. Nima bo'ldi bir pasda? Assalomu alaykum. Kirishda uxlanadi. Nimadir dedim, nima bo'ldi? Bu meni uyim, men kirishda uxlanar ekan. Hech qanaqa bu millioner endi. Qanaqa millioner? Millioner bo'ldi bu. Sana jinnimi salaman? 2 soat oldin ketdim, bu meni uyim bu. Aha, millioner. Kirishda uxlanadi dedim. Yo'qolani. Kiraman, Millioner. Oy. Nima deysan? Menga qarasan, nima meni uyim bosolding? Shu uy egasi bo'lamanmi? Endi u meni uyim.
Kim aytdi senga buni dokumenting bor, nima sen xohlagan o'yinni bosib ketirasan? Bor, men o'zim qo'yib bergansan. Qachon qo'yib berding? Men daraxt chopishga ketdim hozirgina. Mana qo'lim. Photoshop bu, javob bu Photoshop. Spot bilan keltiring. Xohlasan ozchi, suvga tashlayman, uchib ketay, shu. Mana shu yoqdan oldim-da. Yo'q. Hozir suvga tashlayman, hozir ko'rsa uchib ketay, qarab tur. Tashlaylik, bu meni uyim. Pastga tushib ketdi. Hozir ko'rasan, hozir tashqari chiqqanda quyoshga tutaylik. Fakeligini isbotlayman. Meni chaqirib qo'y, yaxshicha suv. Uchmadi. Qanaqa Photoshop qildirgansan buni? Photoshop emas, o'zingni qo'ling. Meni uyim bu, surib etdi. Tegma. Hech nimaga tegma. Yo'q qoldi. Bak bo'ldi, yo'q qoldi. Yo'q qoldi, yo'q qoldi, yo'q qoldi. Boshqatdan ur. Meni uyim surib etdi. Keyingidan sur. Narsalarni ber qatyapti. Mana narsalarni ko'chaga ochib qo'yaman. Darazasi qolmaydi, battar. Olinglar, oyliginglar. Krisa, nima bu? Mana uyimni tipga cho'qyapti bu. Mana kirgan bor ekan ana. Darvozani olib qo'yinglar to'g'ri. Yo'q. Ma. Oylikka deyman. Men ol darvozani o'z boshimda qolsin. Endi sana menga meni uyimni bo'shatib qo'yasanmi yaxshilicha yoki tortib olaymi o'zim? Harakat qila olmaysan. Ranalaring bir tinki menga 2 kerak bo'ldi-yu. Hali ko'rsatib qo'yaman men senga. Hali ko'rsatib qo'yaman men senga. Qoch. Avtomatik ham litsenziyasi yo'q bo'ldi. Bu qanaqasi 2 soat ichida bir posta sklayt qilib olaylik. 2 soat ichida bir posta qanaqasiga bu kelishi mumkin? Matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-ku bu bolalar. Uyimni bosib yoqqanmish bosaganmish. Tak biz bu yog'ochni kanalizatsiya suvini menga qo'yib turamiz va narsalarni menga qo'yib turish stoldan verslakam kirka xilosini o'qim. Bizni qishloq chiqib o'g'irlamiz turibtiramiz. O'yla nima qilsak bo'ladi. O'yla. Bu sklatda nimadir bor-da, balki menga yordam beradi. Qurol bor ekan. Ko'rsatib ham, mengachi uyga amalab turib chiqish kerak-da buni. Nima qilsam bo'ladi? Qo'shitsam bo'ladi. Nima qilgan bilishim kerak buni. Va versak olamiz bolalar. Va biz o'zimizga hozir buni yog'och ozgina olamiz, ozgina qadamiz. Hop, endi biz buni paltaga aylantiramiz. Va biz bundan endi hop yana palta kerak bizga. Hop, biz endi bundan narvon yasaymiz. Hop, bunday. Ana bu 3 ketadi bizga. Tak, hop, biz endi buni metga qo'yamiz, so'qamiz. Versakka ham so'q qo'yamiz. Qurol bilan buni qo'rqitaman, ko'rsataman menga o'zim endi. Bunday sekin astalik bilan buni amalab yo'qotish kerak. Mashinani o'yga qo'ylar. Так. Bunday. Колючая проволока. Охрана. Qanday o'zida bu? Ketgan bo'lsam. Buyum tur. Охрана. Yo'qdayam охрана, yo'qdayam. Yo'q. Qoch. Masaga. Qoch. Bekim. Tushib ketdim nimaga? Tushib ketdim. Yuskarga kir. Yopil, eshik yopil. Tashlab qo'rqilalaring. Bosh yo'l bermadi, bu narsa yo'l bermadi. Nima qilsak bo'ladi? Ketib bu safar olaman aniq. Shapkamni olaman aniq. Bu shapkamni kiyman. Cho'tki narsa bor ekan. Mut halqa boltasi. Nima qiladi? Bu nima bu? Matematikaga ham to'g'ri demabdi. Mana zo'riga bor bo'la. Xuliganit, значит, xuliganit. Men ko'rsatib qo'ymoq olamiz.
o'zicha men uyimni xuliganlik qilib kirsal qo'yibdim. Mana buni dizorga mashinasini qo'yamiz bolalar. Bu kulishlar bilan mashinasi balonni ichib olamiz. Iya. Bu ko'rmoqchi tak. Uy tomoni sekin sindiramiz. Bu ana joyku bu. Metini. Voy. Uyga tushishim kerakmi? Uyga tushishim kerak. Uy. Biraz. Nima edi u? Kimdir? Yo'q, qo'ydi. Qarabdi. Hozir uy ichida. Qarama menga. Ahvolni qarayapti. Men o'sha qasbi ko'raman. Bekin. Wow, o'sha ichisiga kiraylik. Tak. Biz buni yechish joyini topish kerak. Bu sekin balonni yechamiz. O'sha oldu. What the fuck? Och. O'sha joy alish qo'yib bilmadi. Sekin balonni yechamiz. Voy yechdim. Voy. Yechdim. Sochimdan. Nima edi u? Yuzini qara, zo'rligini. What? Yo'q, kim edi bu? Qoch. Uyga qaytib olsam, boblardan zaten M4 ballonlar qimmat ketadi. Oyliga qaytib. Ber. Oyliga nima bermayman? Mashina ballon yoqib soqqanmiz bolalar. M4. Bittasini 400 dollarga sotaman bolalar. Nima qilsa uyimni baribir qaytib olaman, nimaga ursam bo'lyapman. Mana bitta narsa ko'ryapman. Boy, to'g'ri, boylik bitta narsani yomon ko'radi. Da, men buni ishlatdim, nima bo'la kerak emas. Biroq, boylik degan narsa bu kanalizatsiya suvida. Da, boylar juda yomon ko'radi bunaqa narsalar. Shu o'zim yomon ko'raman, bu kanalizatsiya suvini bor. Biz bu yerni sekin chiqamiz. Bas, bunday qilib. Mana bu blokni qo'yamiz ekan. Mana bu blokni olamiz. Yana aniqni jo'radim. Mana shu yerga. Voy, tushib ketdi. Teleport qilsa bo'larkan. Blokni tushdi kim qilmasin. Bo'ldi. To'xtaylar, mana joyga qo'yib qo'yishga bir qochish kerak emas. Kelyapti. Kutamiz a. Kanalizatsiya. Mana. Yomsa soatda. Bo'ldi, yopamiz. Uy, atraydi o'lib qoldi nima bola. U sasib ketdi. Bo'ldi. O'ldirib yubordi buni, sasisi bilan endi kelmaydi. Axranlarni esa bir yo'qlik qilamiz. Masalaga, yo'q, xo'jayinim qani? Xo'jayining yo'q qo'rdan. Masanga. Bo'ldi, endi buni o'zim. Pulloni. Menga xizmat qilasanlar, menda pul ko'p. Masala endi menda pul ko'p. Bo'ldi bolalar, короче, nima qilsam uyga qaytardim. Mani glaniy boss o'zi bilan bularni o'zim amallarni barchasiga hadislar ila bo'ldi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Biz bugun ani bo'yachan yo'lni yo'q qildik. Bu ma'lum narsa zo'r narsa ekan. Kallangga qaratib o'tolmaysanlarni. Kallasiga tushdi dedi. Ta'sir qilmasa nima sanlar? Tak men metga o'tirib olaman. Короче, menga xizmat qilasan. Vallahi, cho'chamiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling.